Xiaocin. Xiaocin. Tumorimni Men shu yerdaman. Xavotir olma, xo'p? Demak, bu aqli zaif seni yigiting. Qani? Ha. Agar Gutsin biror noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, uni nomidan uzr so'rayman. Lekin baribir kimnidir urishga haqqingiz yo'q. U meni qurilishni boshlash marosimimni buzdi. Katta akamni haqorat qildi. Kayfiyatimni rasvo qildi. Bu ish hali tugamadi. Yana nima qilmoqchisiz? Janob Gu, iltimos uni kechiring. Bu qiz shu yigitni davolanish uchun yillar davomida mehnat qilyapti. Tovon to'lashga qurbi yetmaydi. Nahotki bu dunyoda telba bilan yashaydigan ayol bo'lsa. Janob Gu, marhamat ko'rsatib, ularni kechiring iltimos. Mayli. Iltimos qilishayotgan ekan, pul talab qilmayman. Lekin qurilishni boshlash marosimimni buzgani uchun javob berasan. Janob Gu, u rostdan ham ataylab qilmadi. Katta akam 10 yillardan beri bedarak. Bu oilasiga qarshi fitna qilinganda, o'z joni evaziga oilamizni saqlab qolgan inson katta akam bo'ladi. Endi u uchun biror ish qilishni istaganimda uni uyini qayta qurib, uyga qaytish yo'lini topishga yordam bermoqchi bo'lganimda bu telba hammasini barbod qildi. Janob Gu, uni o'rniga uzr so'rayman. Jarohatim tuzalgandan keyin kelib siz uchun bepul ishlayman. Shu ishni yopib qo'ya qolaylik, iltimos. Janob Gu, g'azabingizni mendan oling. Ko'nglingiz joyiga tushsa bo'ldi. Qari tulki, o'zingni qahramon qilib ko'rsatyapsanmi? Shu ahvolingda ham katta gapiryapsanmi? Dadamga tegmang. Qo'rqchilar, do'pposlang uni. Javobgarligi meni bo'ynimda. Tegmanglar unga. Qo'yib yuboringlar uni. Aks holda o'zingga yomon bo'ladi. Shunaqami? Mayli, agar sen ishchilar ishlemini sifatini tekshirib bersang, ularni qo'yib yuboraman. Xo'sh. Qanday tekshiraman? Ana shlemni boshingga kiyasan. Qo'lingdagi bolg'a bilan shlemga qattiq ur. Faqat yaxshilab ur. Agar sinmasa, demak sifati yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Tekshiraman. Mana. Bor kuching bilan ur. Agar men uchun shlemni sinab bersang, ularni qo'yib yuboraman. Rozimisan? Ha? Qani? Bo'lsang-chi. Aldagan it bo'lsin. Men erni ishlari qalay. Kichik xo'jayin bugun qurilishni boshlayaptilar. Katta xo'jayin uchun qattiq harakat qilyaptilar. Umid qilamanki, tez orada topiladilar. Negadir ko'nglim bezovta. Leylani yubor. Biror noxush ish chiqarmasin deb xavotir olyapman. Xo'p bo'ladi, xonim.